Hammaga salom. Hozir biz qanday qilib Edcoin ilovasini yuklab olishni ko'ramiz va farzand profilda ro'yxatdan o'tamiz. Demak, buning uchun Play Marketga kiraman. Undan keyin izlashga Edcoin deb yozamiz. Edcoin. Mana Edcoin deb yozganimizdan keyin Edcoin ilovasi mana birinchi qatorda chiqmoqda. Demak, o'rnatish tanlaymiz. Xo'p, ochish tugmasini bosaman. Undan keyin bizga Edcoin ochiladi. Bundan oldin ro'yxatdan o'tganmisiz? Demak, o'zbek tilini tanlaymiz va o'tkazib yuboramiz. Keyin menimcha bu nomer oldin kiritilgan, o'shani tekshirib ko'rish uchun kirish tugmasini bosamizda bola bo'lib kiramiz va parolni unutdingizmi tanlayman. Parolni unutdingizmi tanlaymiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 105 22 17. Xo'p, parolga 1 dan 8 gacha qo'yaman va parolni tiklash. Bu platformani tekshirib ko'ryapti. Agar rostdan ham shu nomerdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, parol boradi, bo'lmasa bormaydi. Ko'proq kutib qolyapmiz aytdim, lekin parol bordi deb aytmoqda. Demak, mana bizga parol keldi 4764. Albatta siz kirgandan parol tiklashni bosmaysiz, chunki bu nomer oldindan bo'lgani uchun shunaqa bo'lmoqda. Endi biz hozir bu platformani o'chiramizda 0 dan qanday qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib beraman endi. Mana ilovani yuklab olganingizdan keyin boyaginday ochildi va siz kirib bu yoqdan ro'yxatdan o'tishni tanlaysiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin, ya'ni ro'yxatdan o'tish tugmasini bosganingizdan keyin ota-ona va bola profillari bor. Siz bolani tanlaysiz va yozasiz. Misol uchun ikki ming 2011 yil oktyabr 24 oktyabr. Xo'p, demak jins tanlanadi. Undan keyin keyingisi tanlanib, telefon nomer 8lik 5 27. Xo'p, parol o'ylab toping deyapti. Biz 1 dan 6 gacha qilib qo'ydik mana parolga. Demak, ro'yxatdan o'tish tanladim. Shu nomerga xabar keladi dedi. Kutamiz. Xo'p, 10-12 ekan, to'g'rimi? Demak, mana bizga Ravshanbek deb bilan yangitdan ochildi profil. Keyingi videoda qanday qilib mana shu profilni to'liq sizlarga tushuntirib beraman. Hozir qanday qilib ro'yxatdan o'tishni o'rganib oldingiz.